Faqat mehnat qilish uchun yaratilmagan inson dam olish kerak. Mana kecha 16-12 kunlari bizlar Narpay tumani faol nuroniylar hokimimiz rahnamoligi ostida rahbarligida bizlarni yuborishda Toshkentga 2 kun Toshkentda sayohat qildik. Parlament binolariga bordik, deputatlar bilan uchrashdik, Cityga bordik, Humo arenalariga bordik, bog'larga bordik. 2 kun maza qilib dam olib keldik. Endi insoniyatni dam olishi ham yaxshi. Men faqat mehnat qilish emas, men ijod qilaman ham kerak bo'lsa. She'r yozaman, har xil hikoyalar yozaman. Yana aytaman-da, qo'lda qalam, ijod qilib to'xtamayman. Ketmonim bor, mehnat qilib charchamayman. Nabiramlar ko'chat ekib bog' qilamiz, mevasini yeb kayfiyatni choq qilamiz azizlar. Insoniyat dunyoga kelgandagi faqat mehnat emas, yashash uchun dam ham olish kerak, mehnat ham qilish kerak, ikkalasini bir-biriga bog'lab olib borish kerak. Sog' bo'linglar. Ana